Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Arkasidan choy tashlay, nimalarim keldi? Nimalar? Ay yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku nimasini. Xudolar. Xudolar, ha, xudolarim keldi. Yaxshi keldingizmi xudo? Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana bu mana kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir afandi odam ekaningizda xudo. Hayır, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsadi o'ting, maqsadi. Ha endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga keting, to'y narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelyaptik. Ha bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Ha? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan? To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. Osh ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayoli bittadan nima? Uncha ayolni nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Borki turgoqan. Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi. Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz bu yerda to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzilmas. Har bitta nimangizda shu kulayveradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Nima aytdi? Nima xayolingga zo'rmaysan? Mana uruyli bordi-ku, nima aytdi uruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa sizlar rostdan ham katta qara nima? Stop! Soccer organizator. O'rto! Ha! Nima keldinglar? O'rto seni ko'rishga keldi. Ha, qarang, hozirdan ko'rsalar, hamma o'ldiradi. Davay, hamma qaytadi. O'rto, o'yin atmosferasi boshqacha ekan-ku, bitta istoriya olaylik, ketamiz. O'ylasanlar, hozirdan ko'rsalar. O'rto, ilovlar vodiysi huvlab qoldi-da. Kim bu? O'rto, e'tibor berma, novichok. Kim bo'la bacham? Ular jo'rlarim ilonlar vodiysidan keldi. Ilonlar vodiysi? Hamsa? Tez uyima keling, o'yin kuchuk xona bo'ldi. Tez keling. Nima chaqiringiz, tinchlikmi? Nima qarang, kuchuk bosib, kuchuk. Qanday qutulamiz bularni? Kuchuk otar nima deyapsiz sizlar? Jillamisiz hozir kuchuk otib bo'lmaydi-ku. Yetmayganmi bular so'raqam? Tez. Yaqinla endi qachon anaqa ilonlar vodiysiga razvorot. O'rto, bizda razvorot yo'q, to'lka period. Dada, amaki bular olib ketmay ekan, bir 2 oy qolmoqchi ekan. Bitta yo'li bor. Qani kel. O'yingizda kalbasa bormi? Bor. Buncha ish qilib ish beradimmi? Javob. Bola, abi. Rahmat amaki. Nima bu yedimi? Berdim, men yeyapti, hozir kimda? Rahmat, addushi, maza qildik. Salla kalbasadan dorini ayirib yeyishga qanday kelgan ishlar? Amaki, shurikda kuchuk kelashlar narsa qanday bizlar kelamiz ishlamaydi. Jon, Qani? Ani. Yemi. Qani? Ayo, granatasi ketdi. Dadajon, hozir siz bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Stol ustida ikkita stakan bor. Bittasida suv, bittasida zahar. Suv ichsangiz ko'proq yashaysiz. Zahar ichsangiz nasmiyat o'lasiz. Qaysi birini tanlaysiz? Stakan bitta-ku. Suv meni ichib bo'ldi. Boshqa variantim yo'qmi? Bor albatta. Samasolda bosib o'tib ketaman, tirik qolsangiz baxtingiz. Tinchlikmi, hamsa nima bo'ldi? Hamsa kuyov meni o'ldirmoqchi. Nimaga o'ldiradi? Niyatini bilib qoldim. Uy-joylarimni olmoqchi meni o'ldirib. Vasiyat sizga qoldirmoqchiman. Menga biror nima bo'lib qolsa, uy-joylarim, mashinalarim sizniki. Jonajon qo'shnimsiz. Rostdan. Sizga qoldiraman. O'z yoshligida bo'rak shamollagan. Bitta yaxtak suv bersangiz shamollab o'yladi. Bering tamom. Tushunmadim, siz nimaga mana shunaqa tushyapsiz? Hey, o'zim pressida yordam berasim keldi. Yomon ko'raman-da mana. Qaynotang Bo'ldi, qaynotam siyasi. Qo'ynimda ilon saqlab yurgan ekanim. Dadajon, men keldim. Qizim o'qishdan keldi-ku. Yaxshi qizim. Nima yangiliklar? O'qan choy?
Endi siz qizingiz bilan faxrlanib yurasiz. Magistraturani qizil diplomga bitirdim. PhD o'qidim, dadajon, bilasizmi qanaqa mavzuda? Bu hayotga ayollarga erkaklar nima uchun kerak degan mavzuda. Erkaklar nima kerak? Ayollar o'zi uchun yashasin, o'zini sevsin. Nima erkakni qulligini qilib umrini o'tkazadimi? Siz tushunmayapsiz, dadajon. Hozir zamon o'zgargan. Ayollar ishlaydi, pul topadi. Nima kerak erkak? Umuman kerak emas erkak zoti. Tushundingizmi, dadajon? Siz meni har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Bu fikrimni qo'llab-quvvatlaysiz. Demak, men ham kerak emasman desang, ha, bacham? Dadajon, men dada kerak emas demiyorman. Erkak nima uchun kerak deyapman. Erkak umuman kerak emas. Qanerim Alfons. Men esa hali ham qaynonam bilan yashayman deja o'yligimni ham beraman-da. Alfons, qaynonam bilan turaman. Qullik davra yashayapsizlarmi? Ajrashinglar. Agar meni kursimni sotib olsanglar, yigit balaya tegib ketasizlar. Business lady bo'lasizlar. Biz ayollar birlashishimiz kerak. Mana siz necha yil yigiz bilan yashadingiz? 30 yil yashadingiz yigiz bilan. Nima ko'rdingiz? 30 yil xizmatlar qilib, mana havoga uchirmadingiz. Nima ko'rdingiz yigizga xizmat qilib? Bundan keyin erkaklar bizning hayotimizga umuman kerak emas. Erkaksiz ham baxtli yashaymiz. Ona menga kecha mahallaga bo'ng bacham deyman-da. To'xta. Molar suv berdingmi? Avval suv berdim. Nima suv ichibdi bu? Demak suv bermagansan. Suv tutdim-man dedi. Siz eshitmang, qayim bacham. O'tiring, telefon o'ynang, dada eshitsin, qaymi? O'ynayotganim yo'q dada, muzika eshitolmayman. 4 ta satila suv keltirib qo'ydim yoniga. Bu seni itni ham ichishingga aytadi. Tushundingmi? Agar dadam yonida suv ichsang, men seni urib o'ldiraman, mo. Molar suv berding? Ha, 4 ta satila ham to'ldirib ol deya qo'ydim. Ertaga aytadi suv ichishga. Sotilada suv yo'q-ku. Hozir to'ldirib qo'yamdim, umuman bo'lmadi. Bor yana suv olib keting. Men dada bilmayman, lekin ko'rdingiz, 4 satil suv qo'yamdim oldi, ishtamasini. Mana. Unda kayfi ichibdi da. Men bilmayman, lekin dada hozir uni Yo, beryaki, beryaki. Men beryaki. Jon, hozir siz bilan relaks masaj qilamiz. Tayyormisiz? Atiyo, ob oyoq gapirmay turibdi-ku. Qalay qaynota, oyoqlaringiz ozgina bo'lsa ham bo'shashdimi? O bo'shashku mayli, ishlamay turibdi bu. Ibi. Keling yana bitta zo'ra bor o'shani qilamiz. Yo'q, kerak emas, qo'yla kerak emas. Qo'y kerak emas. Ha. Yo'q, bu ketdi-ku bu. Qalay qaynota? Ketdi bu. Yengilmi? Ha. Oxirgisi bor pastlaydi. Pulimdan so'ng Rahmat, rahmat. Yo'q, yo'q. Yo'q, ko'rsatmasaman men. Uni ko'rsat. Yo'q, kerak emas. Iltimos, kerak emas. Qaynota zo'r bo'ladi ishoning. Zo'r bo'ladi. Iltimos. Qani? Ha, bo'yin qachmini deydi. Kuyov bo'lsa shunday bo'lsin. Qaynotani masajcha qilib o'tiribdi. O, qaynotam hamsiyasi, kelin qani o'zi sizni kutib o'tirgandim. Belchilaringiz bir relaks masajlar qilib bering, keling. Kakrasda 40 yildan men masaj olmagandim. Beli mana shu yerisida tuzib bor. Bitta masaj qiling. Buni faqat teshig'i salli turib ekan-a. Amsiyani kuyovi. A ko'zi biyegri qilding-ku. Qarang, keling, oxirgisi. Yo'q. Oxirgisi. Ha, kerak emas. Amsiya. Nimaga aytmadingiz? Aytdim, aytmadingiz-ku. Balandroq aytish kerakdi.